To'g'ri xona plus hol. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Uy egasi tomonidan berilayotgan e'lon bo'lyapti. Uyimiz 150 kvadrat metr dupleks uyimiz. Xo'p, manzil keladigan bo'lsa, Sergeli Stроительныйda orientir metro 12-bekat. Narxi 106 ming dollar, ozgina kelishadigan joyi bor, uyni ko'ramiz. Kirib olgan bo'lsa, eslatib o'tamiz. 2 qavatli uy, 4 xona plus hol. Uy egasi tomonidan berilayotgan e'lon bo'lyapti. Uyimizning narxi 106 ming dollar, ozgina sunnatiga o't beramiz. Xullas, birinchi etaj 75 kvadrat va past 75 kvadrat dupleks hisobida qabul qilaverasizlar. Xullas, kirib olgan bo'lsa, butimiz hol, bu yerda mana garderobni bor. Bemalol foydalansa bo'ladi. Mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Holati yaxshi, uyimiz yevro remont. Bu mana kuxnya. Sanuzelni ko'ramiz. Birinchi etajda bitta zal, bitta hol, bitta kuxnya bo'lyapti va podvalga tushamiz. Hop, birinchi etajga tushib oladigan bo'lsa, bu yerda mana 3 ta xonamiz bor va sanuzel bor. Bu yerda bitta xonamiz. Bu zinani tegi mana garderobni qilingan. Bu yerda ikkinchi xona. Sanuzel ko'rishimiz mumkin. Razeni okalar, uy quruvchi okalarimiz juda yaxshi pul ishlatishibdi. Ya'ni halam-balam degan narsa bo'lmagan. Bu yerda mana birinchi etajdan tashqariga chiqib qurish va bu kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi. Bu yerda mana общий sanuzel. Uyimiz yaxshi, holati zo'r. Bizani kuzatinglar. Sizlar bilan uychi bolalar, hammaga rahmat.